Әмді ханымlar, şu özümüzdeki duxovkasındaki graduslarını tanışıp 170-180 gradusda 18 minutdan 20 minutgacha atrofig'icha tanışıp turib pishirib olamiz. Xanımlar, yanılamkin özünüzün duxovkasının graduslarını tanışış pek mühim. Xanımlar, əmdi şu pişib chiqqan yeni irimchik bolkumuzni alamiz. Xanımlar, əmdi bu xil holatdagi bolkumuzni ilib bo'lgandan keyin biz buningki ichiga oladigan şu irimchik qaymog'imizni tayyorlaymiz. Xanımlar, bunun ketadigan materiallar xanımlar yana 150 gram şu anjanniki bo'lsin bo'ldi. Yani irimchikdan 150 gram irimchik, onundan keyin buningga shakardan 30 gram, sütdən 30 gram, ondan yana buningga süt parashukidan 10 gram ishlatamiz. Shu materialni tayyorlab bo'lgandan keyin biz buningga qilish uslubiga o'tsak bo'ldi. Eng avval endi shakarimiz bilan bu irimchikimizni tekshi holatda yaxshi ko'ptirib olamiz xonimlar. Buni mushundaq yana ko'ptirgich asbobimizda tekshi holat yaxshi ko'ptirmasak bo'lmaydi jumo. Cho'qim ko'ptirgich asbob ishlatamiz. Undan keyin 30 gram sutimizni qo'yamiz. Sutimizni qo'yib bo'lgandan keyin xonimlar buni yana yaxshi holatda aralashtirib olamiz. Endi xonimlar bu bolkaninki yana grafik shaklini yo'llayman. Buningki yana bir holatida irimchikni bolkaning o'ziga ishlatadigan usulim bor. Endi meningga yana oxirida süt parashukimizni solamiz. Xonimlar, süt parashukini silib oldik. Endi buni yana tekshi holatda yaxshi aralashtiramiz. Xonimlar, endi buni rezinka paloq bilan aralashtirsak bo'ldi. Bu bir xil suyuq holatdagi qaymoq shakl keldi, qaranglar. Ba'zi ahvollarda yana to'rtning qaymoqlari bilan qiladigan usullarni bor aralashtiribchi. Endi buni 4 parcha yoki 8 parcha kesib olgan bolkumizga xonimlar orasiga olamiz. Yana 2 qilib kessangiz bo'ldi, yoki bo'lmasa shunga o'xshab 3 qilib kesib, endi irimchikimizni olamiz. Ilib bo'lgandan keyin o'zimizning iste'mol ahvoliga qarab turib iste'mol qilsak bo'ldi. Xonimlar, bugungi darsimiz shu yerda tamom.